Turpan qadimki Ipak yo'lining tuguni bo'lishdek alohida jo'grafiyalik o'rni bilan o'ziga xos parlaq madaniyat yaratgan tarixiy madaniyatli yurt. Emgekcan, Batur, aql farosatlik Turpan xalqi go'har zimin deb ta'riflangan ona ziminni so'yib, jahonga mashhur Idiqut madaniyatini yaratib, Turpan bo'stonligini yashartib kelgan. Jumladan o'zlarining nihoyatda uzun ijtimoiy turmush amaliyoti jarayonida har xil naqsh musiqalarni ijod qilgan. Bu naqsh musiqalar to'y naqshillari, muhabbat naqshillari, hal-mung naqshillari, tantana naqshillari va diniy urf-odat naqshillari qatorliq turlarga bo'lingan bo'lib, qo'yiq yerlik turuqi, ritm o'zgarishchanligi, ravonligi, rangdorligi bilan boshqa joylarning naqshillaridan alohida farqlanib turadi. Hola.